Assalomu alaykum, sog'-salomatlar birodarlarim. Do'stlar, buyrak qurishiga tabiiy tavsiyalar bering deyishibdi. Ismlari esa sir. Do'stlarim, qarang, nima topasiz? Eng zo'rlarini aytaman, sinovdan o'tganlarni. Birinchisi, lopuh ildizdan topasiz. 2 osh qoshiqini 500 yoki 600 gram mil-mil qaynab turgan suvga solib, og'zini yopib idishni 10 yoki 20 daqiqa yana qaynatib, sizdirib olib, 3 mahal och holda ovqatdan 1 soat oldin iste'mol qilasiz. 3 oydan 6 oygacha. Ikkinchisi do'stlar, mana Ibn Sino bobomizning tib kitoblarida mavjud bo'lgan bu oddiygina tipratika. Ana shu tipratikani topib har 2-3 kunga go'shidan sho'rva qilib tanovul qilasiz. 3 oy, 4 oygacha. Qarabsizki, bir ikkalovi borkan, birlashib buyragingizdagi har qanday illat harklarni yo'qotib, shamollash tosh tuzlargacha ketqirib bartaraf qiladi va buyragini birodarlar semirtirib quvvatga to'ldiradi. Inshaalloh Xudo xolasa. Men bir sizga sababsini aytdim, xolos, shifoni esa Alloh beradi. Xullas, sog' salomat bo'ling, Allohga omonatsiz. Xayr. Asos so'zdasiz.